Onasini buni umidin biladi-ku. Umida bilmaydi. Sen iflos qaysi yuz bilan uyga olib kirding, ey, iflos. Shuncha bir-biringga bilan kirib manada to'shakda bilan kayf qilgansan, to'g'rimi bir-biring bilan? To'g'rimi? Ya, to'g'rimi shu gapim? Nimaga bu xiyonat kechirib bo'ladi? Qanday kechiriladi? Men kechirmang, mayli jazosini men olaman, faqat bolalar gap. Bolalar menda qoladi. U xiyonatgar ayolda Inan kelaman bu yerga. Yo'q, inam aka yaxshi boraman dani bor-ku. Dadasi, qo'rqmang, bu yerda o'zimni bir nima qilmayman. Shartta qilaman, nima qilsam, keyin nima qilsang? G'olibni chaqirasan-da shunday bo'ldi. Nima qilamiz endi deb aytasan shunga. Tushundingmi? To'g'rimi? G'olib nima degan? Pul berib turaydimi senga? Sponsorlik qilaydimi? Qurib ketib ketaydimi? Pul qaytarib. Bir ikki marta emas, ey, onasini emsin borki, 2 yildan beri 1-2 marta ko'rishasanmi? Toshkentga ketgansa har doim kelmagan. Qachon? Ishga ketganimda kelganmi? Kechasi kelganmi yo'qmi, uxlab yotganimda? Yo'q, kechqurun. Qachon kelgan? Qay vaqt keladi bu masa? Toshkentga ketgansa 1-2 marta kunduzi kelgan, tamam. Bolalar ko'rmaganmi shuni, bolalar? Qanday ko'rsatmay olib kirgansan? Sen qanday? Ey, iflos, qanday beting chidagan sen xiyonat qilishga, ey, iflos, 4 ta bolang eringni yuziga oyoq qo'yib. Yo, seni qanday vijdoning chidagan shunga? Iflos biladi. Kayf qildingmi? Endi buni oxirini voy bo'lishini butun xalq bilsin. Tushundingmi? Men aytyapman-ku, hamma birontaga aytib yotmang, inamlarim bilmasin shuni orqasidan bir bola men bor-ku. Ertaga bor-ku, yo'q, ertaga mendan so'raydi. Kim kelsa ham. So'ramaydi. Sen nimaga ishonib so'ramaydi debsan? Nimaga ishonib? Men yoqqa inamlarga boraman-ku. Inanglarga borasan, akanglarga aytasan. Inanglarga men o'zim dandilarni berib chiqaman, qog'ozda diskda. Aytmayman, dagini bor-ku. Men yaxshi gapxona, yaxshi yashayotganimizni aytaman, boshqa qilaman. Keyin yomon yo'lga kirib ketganga aytasanmi? Yo'q, hech kimga hech narsa. Iflos biladi. Butun ziyodim biladi bu narsani. Meni ey, iflos, sen nimaga ishonib aytyapsan? Nima gapingga isbot? Qanday dokazat qilasanmi? Chunki bor-ku. Chunki qachon ko'chada uchrashmaganman. Uchrashmagansan, lekin bor-ku, butun ziyodim biladi. Men bilaman shuni. Uni yonida jo'ralari biladi, nechtatasi biladi. Iflos, haromsan sen, harom, urug'ing bilan haromsan. Xiyonatkorlar. Xiyonatkorlik seni qoningda bor bo'lmasa. Xiyonat qilyapsanmi? Qoningda bor seni. Unday demang dadasi, urug'imdan chiqadi. Nimaga xiyonat qilding menga? Men nima kamim bor? Onasini emsin, ayt. Nimani ta'minlayapman? Ayt. Qorning to'qmi? Kiyiming bormi? Puling bormi? Iflos. Faqat shu boya parang qaytilish bo'lganda. Qaytilish bo'lsa-chi, faranging kim? Onasini emsin, kuniga nechta qiz qaytilish bo'ladi? Hammasi uchun sen o'ynashga tovib ketaver bo'lmasa. Hammasi bir aybdor qildi kishi. Sen aybdor eding, chunki bundan oldin ham xiyonatingni men ushladim, telefoningdagi yozishmalaring. Qanday o'da xiyonat Xuddi shunaqa telefon bilan ushlaganman seni, bilasanmi shuni? Men sizga xiyonat qilmaganman. Xiyonat qanday qilmagansan? Men isbot qilib berib turibman-ku senga. Qanday qilmagansan? Aytibman buni, undan chiqqanday bir gap. G'olib bilan ham xiyonat qilgan yo'qmi? Yo'q, u bilan qilmadim demayapman-ku, borini aytibman. Unda ham aytganman borini. Men sen bor-ku, bekarga chovib qolmading ko'chaga, bilasanmi? Non butkasiga olding, mana kelgandan keyin ko'chaga chovib qolding sen dirkillab. O non butkadan keyin savdo qilmadi-ku. Qayerda savdo qildi? Hozir qayerda? Menga ayt. Nimaga o'chiryapti? Sen bilasan, ertalab gaplashding. Qayerdaligini aytdi. Nimani gaplashding ertalab? Ertalab nimani gaplashyaptiding? Endi olib bor-ku. Nima deyapti? Salomlashdik, tamom, siz kirib qoling. Voy, u senga 7 yot begona u biladi. Qanday salomlashasan? Nimaga shu bilan mendan pinxona telefon yashirib gaplashyapsan? Iflos. Menda ham telefon bo'lmagan. Boshqa payt qanday topishgansizlar? Meni qo'limdan telefon Ha, men yo'q paytim qanday ko'rishgansizlar? Telefoning bo'lmagan payt qanday ko'rishgansan? Borib, yo bilantadan telefon qilganman. Shunday, lekin o'zim haromsan sen bilad. Shergacha olingan. Mana shu yerdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'g'lim
voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshlab mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz bola. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin bola. Bolam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ham ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi?